Butun bir oilaga kelgan balo yoxud qabristonga sehr bilan ko'milgan bog'lam. Yunusobodda bir oila bir necha kun ichida vayron bo'ldi. Ota 9 fevralda vafot etgan bo'lsa, uning ortidan ayoli 12 fevralda vafot etdi. Bir kun o'tib, o'g'li 13 fevral kuni o'zini osib qo'ygan bir vaqtda ortidan 2 yetim bolasi va ayoli qoldi. Eng achinarlisi, bu oilaning qizi reanimatsiya bo'limiga olingan. Yurak tomiriga 2 stent qo'yilgan. Ketma-ket kelgan musibat sababli kuni kecha ertalab zudlik bilan qabristonga borib, birinchi ko'milgan qabrning ustidagi tuproqni ochishdi. Undan so'ng go'rkov yordamida kovlashdi. Aniq faktlarga ko'ra, qo'g'irchoq, bir o'ram mato, igna va to'g'nog'i chiqqan. Aniqlanishicha, ushbu oilaga sehr qilingan. Hasaddan yonayotgan bir ayol sababli bu oila parchalanib ketgan. Videodagi ushbu narsalar sehr qilinganligining isboti bor. Bu bog'lamlar yechirganidan so'ng komada yotgan qiz o'ziga kelgan. Atrofimizda shunchalar hasaddan yonayotgan yaqinlarimiz borligi achinarli holat. Siz muvaffaqiyatga erishsangiz, darrov ichi yonib kulga aylanadigan va yomon o'y-xayollar bilan qing'ir ishga qo'l uradigan insonlar aslo ko'paymasin.